Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bizni Umid Uz kanali. Menga ham beravering. Biz Umid Uz kanalimizda ashaddiy muxlislar. Bekorga turibmanmi? Qo'lma-qo'l qilaylik deyapmiz. Hozirda biz Ali Baraka do'konimizda ko'rib turganimizdek soya setkalarimizni katta partiyasi yetib keldi. Ya'ni Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan original 50% dan 95-100% gacha bo'lgan soya setkalarimizni eng zo'rlari Ali Barakada. Narx jihatdan ham O'zbekistonda yagona bo'lib turibdi. Ya'ni Ali Baraka savdosi brendi ostida savdo qiladigan Asadbek ukamiz bilan birgalikda suhbat olib boramiz. Ya'ni narx-navolarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda yoz mavsumida soya setkalarimizni har xil turlari, bundan tashqari kapelni ishlanglarimiz tanishtirib borishga harakat qilamiz. Tugadimi, bo'ldimi? Bering bo'lsa jo'nataylik. Tugadimi? Bo'lmasam biz ham videomizni hozir shu yerda yakunlaymiz, ma'lumotlarga o'tamiz. Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum. Jon aka. Yaxshimi? Do'konimizga xush kelibsiz aka. Salomat. Tinchmisiz? Ha, rahmat. Ijodlar. Instagramni ham portlatyapsiz. Instagramda ham yangiliklar ko'rib turibmiz. Bugun ham mana Xudo xolasa bitta Isusida yangiliklarimiz kelgan. Aha. Jon aka, men anchadan beri video qo'yishga nima vaqt bo'lmay qolyapti aka, ulgurmay qo'yapmiz. Mana bugun vaqt topib qo'ldan kelgancha xalqimiz uchun, klientlar uchun aka foydali bo'ladigan videolar qo'yib beramiz. Jon aka, do'konimizga yozgi sezon uchun dehqon akalarimizga issiqdan saqlanish uchun aka Xitoy davlatining eng sifatli mahsulotlarini olib kelib qo'yganmiz. Yaqinroq kelaverasizmi Jon aka? Mayli, qani. Xo'sh, bu setkalarimiz Xitoy davlatining eng sifatli soya setkalari hisoblanib, xo'sh 75% soya setka Jon aka. Mana qalillari o'ta zich to'qilgan bo'ladi. 75% lik Xitoyning eng original soya setkasi hisoblanadi aka. Xo'sh, bularda yana yaqinroq olib kelib mana shu soya setkani bir ko'rsating. Setkalari ham o'zi mana manjitli qilib tikilgan, ha. Bu setkalarimiz razmerlarini aytib o'tib ketamiz. Eni 2 metr, 4, 6, 8, 10, 12 metrgacha standart razmerlari bor. Lo'nida 100 metr bo'ladi. Xo'sh, 75, 85, 95, 125 grammliklari bor aka buni. Ya'ni razmerlari har xil. Ham keyin aka dehqonlarimizda razmerlariga yetgan razmerlariga qilib, o'lchab, tayyorlab tikib berish xizmatlari ham bor aka bu setkalarimizda. Xo'p, narx-navolarni ham bir yo'la to'xtalib aytib o'tib ketaylik bularni. Munjon aka, bu soya setkalarimiz narxini YouTube'ga qo'yganmiz. Narxlarni albatta yangilashimiz kerak aka. Xo'sh, buni narx-navolariga alohida to'xtalib o'tamiz. Munjon aka, 75% lik kvadrat soya setkamizni narxi 3000 so'mdan 3200 so'mgacha kursli hisobiga qimillab turibdi. Munjon aka. Ana qaranglar. Mana bofladingiz qor aka. Gilomga ish qilib yordingiz bag'ini. Xo'sh, Umidjon aka, bu setkaga ham alohida to'xtalmoqchi edik. Qor akamcha shashilib yetib qoldi. Mayli, endi yetib o'tib ketamiz. Aka, bular Xitoy davlatining eng sifatli soya setkasi hisoblanib, aka. 50% lik. 55% lik. 55% salqin qilib beradi bu. 50%, 55% quyoshni o'tkazmaydi. 55% salqin qilib beradigan soya setka. Bularning yillik muddati aka 3 yildan 5 yilgacha bemalol yaxshi xizmat qilib beraveradi issiqxonada aka. Xo'sh, hamda aka buni nima deydi? Razmerlari ham juda har xil. Issiqxona uchun chiqqan. Eni 6, uzuni 50 standart razmerlari bo'ladi. Eni 8, 10, 12 metrgacha 300 kvadratli bo'ladi razmeri. Undan ag'i 300 kvadratdan kattaroq bo'ladi hamda buni ham o'sha teplisaga, issiqxonaga chiroyli qilib razmerlariga olib tayyorlab berish xizmatlari bor. Keyin bizda aka tikib tayyorlab bergan ana u razmerga olib berganlarimizga xizmat haqi olinmaydi. Hammasi o'sha kvadratda kelishilgan narx ichida bo'ladi aka. Tushunarli. Alohida xizmat olinmaydi bularga aka. Demak, o'sha narx-navoni ichida ketadi. Narx-navoni ichida bo'ladi. Xo'sh, Umidjon aka, mana so'z isboti bilan aka, max soya setkamiz 10 metrga 20 metrlik qilib aka Yazovonga chiqib ketyapti. 95% Xitoyda o'sha eng original soya setkasidan aka o'sha pochta orqali chiqarib yuboryapmiz. Kvadrat narxi aka 5300 so'mdan qilib berdik. Ponna atrofini overlock qilib tikib berish xizmati ichida aka. Ichida. So'z isboti bilan bo'lganda hozir mana shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaxshi. Hurmatli mijozlar, klientlar, kuzatuvchilar, kimga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar bemalol. Do'konimizga kelib, optim narxlarda xarid qilaverasizlar. Men ham gapiray, lakesdan chiqmasin. Yaxshi, bundan tashqari yana nimalarimiz? Xo'sh, bundan tashqari 75 katta setkalarimizni 95% Xitoyda hozir trendga chiqqan soya setkalari. Bitta to'xtalib o'taylik Jon aka. Mana aka, 95% soya setka bu aka juda ham baquvvat bo'ladi. Hozirgi kunda eng trendga chiqqan aka. Bu setkani aka deyarli aka O'zbekistonda sotilyapti turganlari hammasi Xitoylik bo'lib ketdi.
Ko'ring aka, sifatlari juda ham bomba. Juda qalin ekan, Juda ham qalin aka. Juda qalin ekan. Mana shu bir qavati. Shu bir qavati, deyarli nima deydi, tortilgandan keyin aka, yomg'irda ham suvlarini ushlab beradi. Ancha miqdorini aka. Juda ham zo'r. Bu setkalarimizda ham shu xizmatlarimiz bor, tikib tayyorlab aka. Bularda eni nechi bo'ladi bularda? Xo'sh, bularning standart razmeri 2 metrdan 12 metrgacha bo'ladi aka. Enini o'zi. Ha, enini o'zi 12 metrgacha bo'ladi, uzunligi 100 metr bo'ladi. Hozirgi kunda aka bu soya setkalarimizdan ham ko'ra aka dehqonlarimizga eng zararli aka shu Xitoy 55% soya setka. Ha, eng zo'ri hozir shu. Eng zo'ridan ham eng zararli aka. Misol yengilligi ham zo'r ekan. Ha, yengilligi sifati asosan shunga to'xtalib o'tishimiz kerak aka. Xo'sh, buni pogubka variantini ko'rsatamiz. Mijozlarimizga bir narsani ta'kidlab o'tib ketamiz. Mirjon aka, hurmatli mijozlar, Ali Baraka brendi ostida chiqib turgan soya setkalarni Ali Barakani spetsalniy do'konlaridan, dillerlardan xarid qilishini iltimos qilamiz. Chunki dillerlik markazlarida narxlar boshqa bo'ladi. Ko'chadagi olib sotar do'konlarda narxlar boshqa bo'ladi. Shuni hisobiga nima deydi? Narx-navo qimmat ekan degan gaplarni eshitib qo'yapmiz. Bu firma ozgina qimmat sotadi. Hurmatli mijozlar, hammalarni iltimos qilib qolamiz. Ali Barakani mahsulotlarini olishda hamma yoqdan ham Samarqanddan olasizmi, Xorazmdan olasizmi, Toshkentda o'zidan olasizmi aka, Farg'onadanmi, Oltiariqdanmi, qayerdan olsangiz ham aka iloji boricha spetsalniy o'zini maxsus dillerlardan olsangiz, dillerlik markazlaridan olsangiz, albatta. Ancha narxlari arzon, optim narxda olasiz. O'sha Xitoyda zavodda ishlab chiqarilyapti turgan narxidan ozgina farq bilan olasiz. Endi qo'ldan qo'lga o'tganda narx o'zgaradi, albatta. Qo'ldan qo'lga o'tganda albatta narxi o'zgaradi. Hamma mahsulotni ham 95%likni ham, 75likni ham, 55%likni ham hamma setkaning narxi. Misol Mirjon aka mana 95% soya setkaning narxini qo'yganmiz. Kommentariyani ham o'qidingiz aka, yarmidan ko'p kommentariy yozgan odam shu mahsulotni sotadiganlar. Narxi unaqa emas, bunaqa, foizi past ko'tarib sotyapsan degan kommentariyalarni o'qiyapmiz Mirjon aka. Biz 100% foizini to'shni yetib sotamiz aka. Faqat narx haqiqatan ham bizda arzon aka. Haqiqatan ham misol bu setkani 5000, 4800 so'm qo'yganmiz aka. Hozirgi kunda 5500, 5200 gacha chiqyapti narx aka. Hozirgi kunda ham narximiz albatta aka, narx-navo atrofda ko'tarilgani bilan biz ushlab turishga harakat qilyapmiz aka. Demak, 4800 mi? Yo'q, 4800 emas, 5500 so'm qilib beryapmiz. 5500 so'm qilib beriladi. Juda ham sezilarli emas, ozroq shunaqa qimillab qolgan narx. Bu sezon sababli emas, o'zini narxdan kirib kelish hisobiga narx oshgan xolos. 55% soya setkalarimizni Mirjon aka tepa tomonda alohida hozir chiqib aka, o'sha klientlarimiz uchun bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, Mirjon aka mana tevaga ham chiqib oldik. Toy setga yetib borguncha bir narsani aytib o'tib ketaman. Hurmatli mijozlar, mana Turkiyani gulxo'y teshigi yo'q. Original Turkiyani mana Serdri firmasini shillanglari ham kelgan o'zimizga. Juda ko'p mijozlarimiz kutib qoldi, buni kelishini juda qiyin bo'ldi. Shuni hisobiga buni ham bitta videomiz orasiga qo'shib o'tib ketamiz. Gulxo'y 16 lila razmerda bo'ladi, qalinligi 0.10 bo'ladi aka, stenkasi. Xo'sh, rulonda 400 metr bo'ladi. Bularda ham narxini o'zgartirmaganmiz. Atrofda pashti $50 ga chiqib ketdi, 48-50 ga chiqib ketdi. Yana aytib o'tib ketaman. Mijozlar Ali Baraka mahsulotini xarid qilishdan oldin spetsalniy joylardan olsangiz albatta narxini arzon olasizlar. Albatta. Albatta aytib o'tamiz aka, har bitta mahsulot aka o'z joyidan olinsa narxi arzon bo'ladi. Narxi o'sha eski narxda turibdi bizda. Buni ham hozir klientlarimiz kutib turibdi. O'sha 10.000 metr, 20.000 metr qilib ko'chada mashinalarga yuklashyapti bolalar. Ularni ham video orasiga qo'yib ketamiz. Bunisi xuddi shu mahsulotni Serdri firmasini 20 santimetrli soatiga 4 litr tashiydigan 4 ta teshikli varianti. Bu tayyor teshigi bor. Tayyor bu bodring pomidorlarga hozirgi kunda ko'proq shaftoli bog'larga kunda isib ketgan nisbatan aka 50-40 santimetrlikdan ko'ra dehqonlarimiz shuni afzal bilyapti. Shunga o'tyapti hozir. Har 20 santimetrda aka teshigi boridan soatiga 4 litr suv tomadigan original yillik garantiyasi 7 yildan 10 yilgacha. Buni ham aytib o'tib ketamiz. Hurmatli dehqonlar, albatta sifatli hosil olish uchun birinchi o'rinda sifatli mahsulotdan foydalanish kerak. Albatta. Chunki ertaga 40 gradus, 38, 35, 42 gradus bo'lib ketyapti yozlarimiz. Shu paytda aka yetilgan mevalaring aka hosilda yetkazib bera olmasligining sababi ham albatta tomchilab sug'orish suv sistemasi bo'ladi. Suv yetib bormasligi. Shuning uchun hurmatli mijozlar, ozgina sifatli dehqon akalar ozgina sifatli mahsulotdan foydalanishlaringda iltimos qilamiz. Keyin
sifatsiz nov olib, o'sha dehqonga, nima, sotuvchiga aybni tashlagandan ko'ra, oldindan harakat qilgan yaxshiroq. Tushunarli. Xo'p, bizning maqsadimiz ham sifatli narsa sotib va o'sha dehqonlarimizni daromadini oshirish. Umidjon aka, mana o'zimizda do'konimiz uchun aka skalatimizga chiqib oldik. Aka endi buni dehqonlarimizga birma-bir tanishtirib o'tamiz mahsulotlarimizni. Bularimiz pastda gapirganda aka Xitoy davlatining 55% soya setkasi, razmeri 14 metrga 50 metr hamda 14 metrga 100 metrli varianti. Xo'sh. Bunimiz Umidjon aka mana ko'rsatib o'taman razmerini, yaqinroqdan olasiz. 650 lik 300 kvadratli razmeri. Xo'sh, o'sha Ali Baraka brendi ostida chiqqan. Buni narxini aka kommentariyaga o'zim chiroyli qilib hamma mahsulot narxini yozib qo'yaman. Endi buni aka soya setkani yana bir bor aytib o'taman aka. Mahsulotni olishdan oldin sifatligini tanlashdan aka, sifatga alohida e'tibor berishdan, chunki bu saratonni issiq ishlaydigan mahsulotimiz aka. Bu narsani ozgina sifatsiz olib olib aka, o'shancha pulga kuyib qo'ygandan ozgina narximiz unaqa farq qilmaydi. Endi shu joyda bitta savolda, sifatligini qanday tanlab olamiz, qani? Sifatiga ham alohida to'xtalib o'tib ketaylik aka. Sifatli ekanligini qayerdan bilamiz? Shuni ham Endi Umidjon aka, hali o'zimiz brendimizni maqtamaylik. Albatta Ali Barakada sifatli mahsulot bo'ladi aka. Endi setkani o'ziga to'xtalib o'tib ketamiz aka. Umidjon aka, buni siz ushlab turasiz endi. bo'ldi. Endi setkani ichkari tomonini olib. Xo'sh. Operatorimiz yaqinroqdan olib kelasiz. Mana aka, setkali sifatli setkani aka mana 3 qatordan manjit qilib tikilgan bo'ladi, so'kilib ketmasligi uchun aka. Alohida. Keyin aka bu soya setkamiz aka 100% aka o'rtasidagi choklari o'zini materialidan bo'ladi aka. O'zini materialidan bo'ladi, umuman so'kilib ketmaydi, jilka emas chunki qalmay bilan o'rtaga boshqa material qo'yilmagan. Jilkada tikilganlari bor, ular shamolda bilasiz, o'zimizda O'zbekiston sharoitida shamol ham juda ko'p bo'ladi bizda. O'shaning uchun shamolda sirtilib ketadigan narsalar bo'lmaydi bunda. Shu narsalarni oldini olgan maqsadda aka buni to'liq o'zini materialidan qilgizganmiz aka. Alohida shunaqa zakaslarni berib, keyin shu narsa aka shuni yillik garantiyasini ham shu ushlab beradi aka. Kuyib ketmaydi, sifatiga garantiyasi bor, bexijolat. Albatta shularga e'tibor berishsan. Demak, 3 ta chokilik, ichidagi har bir o'sha o'ziniki jilka bo'lmaydi. Jilka bo'lmaydi, o'zini materialidan bo'lmaydi, o'zini materialidan qalin qilib to'qilgan bo'ladi aka. Tushunarli. To'qilishiga ham alohida e'tibor berish. Mana shu joydan sifatli ekanligini ajratib olish bilib olsa bo'ladi. Keyin sifatli mahsulotda aka albatta aka Ali Baraka brendi bo'ladi. Ali Baraka brendi bo'ladi aka. Sifatli mahsulotda. Tushunarli. Rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Hamisha dehqonlarimizga mana shunaqangi sifatli mahsulotlarni olib kelib ulashing. Qo'ldan kelgancha aka dehqonlarimiz uchun sifatli, arzon aka ko'p yillik mahsulotlarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz aka. Ilohim salomat bo'linglar. Xudo xolasa aziz obunachilar, keyingi videolarimiz sovutish sistemasi bo'yicha bo'ladi, ya'ni ventilyatorlarimiz va o'sha sovutish axlajdeniyasi deb ataladi. Mana shu haqida bo'ladi va qo'shimcha ma'lumotlar ham albatta sizlar uchun bo'ladi. Videoda nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Instagram tarmog'ida ham Ali Baraka Vodiy deb nomlangan profilni egalari va o'zlari yuritishadi. Bemalol u tomonga ham o'tib, kunlik bo'lib turgan jarayonlarni Instagram tarmog'ida ham kuzatib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Layklaringizdan chiqmasin, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.